yurishlarini ko'rishlari mumkin zavod bo'lishini. 8 avtomobili kelgan. Avtomobilimiz zavod bo'lishida ozgina kechroq ekan. Xohlasa buni deyni ustiga qilib ko'ryapmiz. Yurishlarini ko'rishlari mumkin zavod bo'lishini. Ozgina stator ko'proq aylanyapti. Xohlasa buni hozir muammolarini ko'rib chiqamiz. Akalar, buni hozir bitta bezasos davlinalarni o'lchab ko'ramiz. Ko'rishlari mumkin, datchiklar qo'yib qo'yganmiz. Bitta kalitni ochib tekshirib ko'ramiz. Bezasos davlinalari bitta kalit ochganda 4-3 davlina ushlab turish kerak. 1.8 Lacetti'larda, aksariyat mashinalarda. Hozir bu avtomobilimizda 4 davlinaga chiqyapti-da, tushib ketyapti, davlina ushlamayapti. Xohlasa buni hozir beznasoslarni ochib ko'ramiz. Kuzatib turasizlar. Akalar, beznasosni yechib olganmiz. Bezin qo'yib yuborish, bezin davlina ushlamas sababi xomut o'tib ketib qolgan ekan. Xohlasa boshqa xomut qo'yib beramiz. Bezin tortyapti ekan, faqat bakda qolib ketyapti ekanda. Ma'lum miqdorda ejektor tomonga ketyapti ekan, qolgani bakda qolib ketyapti ekan. Xohlasa xomutni qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Akalar, xohlasa mashina tayyor. Mashina zavod bo'lishiga e'tibor berib turasizlar. Xohlasa chotki, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.